Asratim kasinich. Hozir. Mana. Ulan portlatanim bo'lsin desammi? O ishonmasani bitta ishga yo'q qo'raman. Nega kelmaydi? Oy. Ishlamayapti. Dema. Bu yer qo'rqovish kerak. Borayman. Bu yer qo'rqovish kerak, qarang. Bo'ldi, o'zini kostyumdaman. Venom qani? O'ldimi nahotki? Yo'q, qo'rqib ketdiman. Kostyumim quvvati o'chirdi. Hozir uni o'rib tashlayman. Yaramas. Bo'ldi, o'rib tashladim. Xo'p, sen. Voy, meni qo'yvar. Nimaga uchirtirsan meni? Nimaga sen u yerga hujum qilding? Gapir. Zavq olish uchun. Zavq olish uchun? Zavq olish uchun. Shuna darajada jinnimi sen yoki? Oy, gapir. Nima? Men sendan aqlliroqman. Ko'rinib turibdi aqlliroqliging. Bu turishni sen bu yerdan chiqib keta olmaysan. Ana u Kim? Nima kim? Ismar? Qachon kelding? Os. Buni so'roq qilishga men ham bilmasam emasdim. Shu Meni taniydi. Taniydi? Taniysan buni? U meni 3-4 martalab qo'lga olgan. Yo'q, Ha. Va u qamoqxonadan qochishga muvaffaq bo'lgan. Tushunarli. Bu qamoqxonadan lekin u qocha olmaydi. Chunki bu yoqda uni kuchlari hech qanaqasi ishlamaydi va onalarni hech qanaqasi sindira olmaydi. Bu yerdan axir andiq chiqib keta olmaydimi? Smart. Bu yerdan andiq chiqib keta olmaydimi u? Bu onalar ana uni kuchini ushlab turadi. Qara. Bu yoqda qamoqxonada vash ko'p ekan. Bitta bu ham shu yerda o'sib qolgan, boshqa dushmanlarim ham shu yerda. Yo'q, shoshma, hozir biz mana bu nima desam bo'ladi? Harrison Wells laboratoriyasiga kirib o'zimiz bilgancha ish qilyapmiz. Qandaydir g'alati emasmi bu narsa? Yo'q. Voy, kechirasan. Bu laboratoriya boshqa aniq javob bermaydi-yu. Balki so'roq qiladi uni. Hoy. Sheriklaring qarasan, sheriklaring bor edi. Men qayerdan bilaman? Kutilmaganda men o'zim olam dedim va qora tutib paydo bo'ldi. Bak qarabsanki men shu yerda. Men uchun bunga o'sha narsa ko'ringan shekilli. Hammasi meni deb bo'ldi. Bilin. Hammasini men qilib qo'ydim. Qo'lga olamiz. Yana nimalarni bilsan, gapir hammasini. Bu olam menga juda yoqyapti. Chunki bu yerda men kuchliman. Ko'rdik kuchliligini. Sana Peter o'zi ushlab qo'ydi. Mayli, sendan bitta narsa so'raymiz bu kechda. Peter ke. Bo'ldi. Darvozani yopib qo'y. Aha, hozir. Ketdik. Va bundan hech nima so'ramaslik. Mariyo. U miyasimi? Jinni. Ay tavba. Sal jinniroq ekan. Bu rostmana jinni. Bunaqa bo'lishiga men aybdorman. Bu hamma narsasiga men aybdorman. Qiziqib shunchaki video olishga kirgan edim men u yerga axir. Bunaqa bo'lishiga Joker o'zi bu boshda Smart bu yerga kel. Bu yoqda hamma narsa.
Ha, to'g'ri. Bu yer Xalq o'rganganim yo'q. vaqti lekin zo'r ekan. Vau. Shun da, lekin o'zimni kiyimimni nima qilaman? O'zimniki ancha qadrli baribir o'zimga. O'zingga silab qo'y. Senda yo'qmi mana bu qahramonlar kiyim turadigan narsasi o'sha yerga qo'yib qo'yarmidim? Vau. Chiroq qo'yish kerak ekan bu yerga. Vau, nima bu? Hologrammi? Yo'q. Seni hali bir kun kiyaman. Ha. Xo'p, bu yerlarni unda to'g'rilaymiz. Mana bunday chiroqlar ham ekan. Kel, chiroqlarni yoqib keling. Chiroqlarni? Tepangdagi chiroqlarni yoqib. Ya, bu yerda chiroqlar ishlar ekan haligacha. Ha. Mana bu yetdimi? Bekor o'tirganim yo'q bu yerda. Mana bu yerdagi bloklarni buzib qo'ydim. Bloklarni to'g'irlash kerak bu yerdagilarni. Men bu yerda bekor o'tirganim yo'q, yetdimi? Oy, blokni buzib qo'ydim. Nima deb o'ylayman? Voy. Ikkita blokni buzib qo'ydim. Qayerda? Tepada. Keyin burchaga ham. Keyin men to'g'rilab qo'ydim xalos. Mana bu kerak, mana bu ko'karib ketgan bloklar. Men uchun qarshi bo'lmasa kerak bu laboratoriyada ishlayotganimizda. Yo'q. Bu yerda pul qanaqa? Nima ishlatasiz? Dollar ishlatamiz. Dollar. Nimaga? Sizga dollar boshqacharoq. Sizlarniki o'tganda men o'tmaydi. Yo'q, sizlarning pullaring bu yerda o'tmaydi. Oy, yana biz qo'ydim. O'tmaydi. Boya men keyin anaqa monitorli topdim omborxonadan. Omborxonada ko'plab narsalar bor ekan. Andiq bu yerda kompyuterlar tok energiyalar ishlayaptimi? Elektr. Ha. Men bularni to'g'riladim, Peter, qo'rqmasang bo'ladi. Rosa ko'p kompyuterlar bor ekan lekin bu yerda. Shu kompyuterlar bilan sen bilan gaplashib o'tirdim. Yo'q, Seni ko'rib. Kasbiy kamera bor edi. Venomda kostyumda kamera bormi? Ha. O'zimda kostyumda yo'q-ku lekin. Men bilan gaplashib olgani yo'q. O'zimda kostyumda yo'q edi. O'zing kostyum yo'q edi, kameralar bor hamma yoqda, bu yoqda ham. Ha, ko'chada kameralarda aytyapsanmi? Ha. No, hozir yurgan kostyumim ham bor. Hozir ustimda kostyumdami? Ha. Ay, yana buzib qo'ydim. Qara tuzatib ket agar bloklaring bo'lsa, chunki bu yerda ancha joyni buzib qo'yapman men. Voy. Yana buzib qo'ydim. Yana buzib qo'ydim. Ha, Peter. Zo'n. Men Peter emasman, men senikiman. Men o'rganib qolman. Men seni olaman yana o'rgimchi odam bormiki? Bitta men yagona o'rgimchi odam bo'lsam kerak, ismi Peter bo'lmagan. Balkim, meni olamda o'rgimchi odam ikkita edi. Ikkita edi, yo'q, Ha. Shunga demak o'rgimchi odamda ishlashni yaxshi bilar ekansan-da. Shunaqaroq. Qanaqa u? Men ancha kichkina edim. Unga ustozlik edim. Unga nima bo'ldi keyin? U bir kun ustozday edim deyapsan, unga demak biron nima bo'lgan. Nima bo'lgan? Fojiami? Bu haqida gapirim yo'q, to'g'risi. Senga yaqin bo'lganmi? Juda yaqin. Kechirasan, eslatib qo'ydim, uzr. Chiqisi yo'q. Mayli.
Nima deb o'ylaysan? Bitta Sen bilan pasport- hali uzoq vaqt birga bo'lamizmi?